Aziz do'stlar, 6 fevraldagi xizmatlarimizga ham otlandik. Ko'rib turganingizdek, ikkita onajonimizni tavallud ayyom bilan bugun tabriklab boramiz. Namo dizayn guruhimiz bilan. Hasanboy ukamiz bilan yana ko'rib turganingizdek podarkalarini olib tabrik loyihamizga ham otlandik. Va nihoyat manzilimizga ham yetib keldik. Bu yerdan Nodira onajonimizni tavallud ayyom bilan tabriklaymiz. Musofirdagi umr yo'ldoshi qolaversa, Jamshidbek o'g'li tomonidan tabriklaymiz. Chiroyli va ixcham tortimizni ham o'z egalarini topshiramiz. Va nihoyat tortimizni ham topshirdik. Bugun Nodira akamizni umr yo'ldoshi tomonidan tabriklaymiz onam sahna bezaklari bilan. Nodira akamizni tabriklaymiz. Umr yo'ldoshi Qudratbek og'amiz. Ko'rib turganingizdek, onajonimiz juda xursand. Bunday surprizlarni umuman kutmagan edi. Bugun Nodira akamizni tabriklash uchun onajonlarimiz ham davramizga tashrif buyurgan. Ko'rib turganingizdek, Hasanboy ukamizdan tabrik qo'shiqlari ham bo'ldi. Onajonimiz xursand, bunday tabrikni kutmagan edi. Akkalarimiz uchun o'yin qo'shiqlar ham bo'ldi. Tabrikimiz ham yarim soat ichida o'z nihoyasiga yetdi.